Diqqat! O'zbekiston fuqarolari tezda xabardor bo'ling. Ertaga 23 aprel payshanba kuni uchun ob-havo prognozi e'lon qilindi. Mamlakatimizda 23 aprel kuni ham yog'ingarchiliklar bo'ladimi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet 23 aprel kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasida 23 aprel kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. 23 aprel kuni kechasi harorat 8-13 daraja, kunduz kunlari 21-26 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida 23 aprel kuni havo harorati kechasi 12-17 daraja, kunduz kunlari 27-32 daraja issiq bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand va Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida harorat kechasi 13-18 daraja iliq. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ib, yog'ingarchiliklar kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona va respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo harorati kechasi va kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lib, ayrim joylarda kuchli yomg'irlar yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Ba'zi joylarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin.